Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Birlashgan Arab Amirliklari rasman Eronga qarshi urushga qo'shildi. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga birinchi zarbasini berdi, deb xabar beradi Isroilning Yonit portali. Zarba Eronning tuzsizlantirish zavodiga qaratilgan va Isroil hozircha bu shunchaki rejimga signal ekanligini, agar Eron hujumlari kuchayib ketsa, Birlashgan Arab Amirliklarining cheklangan miqyosda bo'lsa ham kampaniyaga qo'shilish ehtimoli borligini baholamoqda. Isroil Livan chegarasi yaqinida harbiy kuchlarini ko'paytirmoqda. Eron qurolli kuchlari kamida 6 oy davomida intensiv jangovar amaliyotlarni o'tkazish imkoniyatiga ega. Bu haqida Eron Islom inqilobi quruvchilari korpusi vakili Ali Muhammad Naini ma'lum qildi. AQSh uchun Eron bilan urushning birinchi haftasi 6 milliard dollarga tushdi. Shundan 4 milliard dollari o'q-dorilarga, avvalo harakatni tutib oluvchi tizimlarga sarflangan, deb yozmoqda New York Times. Trump uzoq davom etadigan urushni davom ettirishga qodir emas. Eron g'alaba qozonadi, deb ma'lum qildi Arabiy 21 nashri. Ukraina AQSh iltimosiga binoan Yaqin Sharqni dronlardan himoyalashda yordam beradi. Rossiya bilan 4 yildan beri davom etayotgan urush davomida Kiyev mamlakatga qarshi ishlatilayotgan shahid dronlarni urib tushirishni yuqori samarali usullarini ishlab chiqqan. Isroil o'z qo'shinlarini quruqlik amaliyoti o'tkazish uchun Eronga yuborishni rejalashtirmayapti, dedi Isroil rahbari. Menimcha Qo'shma Shtatlar ham o'z qo'shinlarini Eronga yubormaydi, deya qo'shimcha qildi Gerson. Biz Hormuz bo'g'ozini yopmadik. Bo'g'oz asli o'zini o'zi yopdi, dedi Eron Milliy xavfsizlik kengashi vakili. Eron o'z hududining bir qarishidan ham voz kechmaydi. Eron Islom Respublikasi rahbari Masud Pezeshkian. Hamma meni urushni sevadi deydi, lekin 8 ta urushni tugatgan menman, dedi Donald Trump. Shuningdek, Trump Eron bilan urush qachon tugashini oldindan aytishdan bosh tortdi. Eron parlamenti spikeri Muhammad Bahkir G'olibov Trump neft narxlari juda yuqori ko'tarilmasligini aytdi va endi ular ko'tarilgandan so'ng u tezda tuzatishni va'da qilmoqda. Agar urush shu tarzda davom etsa, neft sotish imkoniyati ham, uni ishlab chiqarish imkoniyati ham qolmaydi. Ular faqat AQSh, balki mintaqaviy mamlakatlar manfaatlariga ham putur yetkazmoqda, deb ma'lum qildi u. Bir paytlar bizning buyuk ittifoqchimiz bo'lgan Buyuk Britaniya nihoyat Yaqin Sharqqa 2 aviatashuvchi kemasini yuborishni jiddiy ko'rib chiqmoqda. Mayli, bosh vazir Starmer, endi bizga ularning keragi yo'q. Ammo biz buni eslab qolamiz. Biz allaqachon g'alaba qozonganimizdan keyin urushga qo'shiladigan odamlarga muhtoj emasmiz, dedi Donald Trump. Isroil dunyodagi eng jirkanch va xunuk davlatlardan biri, dedi jurnalist Tucker Carlson. Amerikalik jurnalist Isroilni tanqid qilib, u Livan poytaxtiga katta vayronagarchilik keltirayotganligini aytdi. Isroilliklar Bayrutni vayron qilmoqda. Men dunyoning ko'p joylarida bo'lganman. Bayrut yer yuzidagi eng go'zal shaharlardan biri. U haqiqiy mo'jiza, juda go'zal. Shu shaharni Isroil dunyodagi eng jirkanch davlatlardan biri vayron qilayotganini ko'rish juda og'ir. 1948-yildan beri u yerda biror go'zal narsa qurilmagan, dedi Carlson. Tucker Carlsonning ta'kidlashicha, shakllanayotgan imperiya tabiatan vayronkor bo'ladi. Har doim shunday bo'ladi. Go'zallik vayron qiladi. Yevropa,
Bayrut, Suriyaning ayrim qismlari, muqaddas joylar, Eronning ham juda go'zal joylari bor deyshadi. Ammo ular ham to'liq bombardimon qilinmoqda. Go'yo bu go'zallikka qarshi urushga o'xshaydi, dedi u. Larijoniy shunday dedi. Tramp jazolanishi kerak. U bizning yetakchimiz va xalqimizni o'ldirdi. Biz buni javobsiz qoldirmaymiz. Amerikaliklar G'arbiy Osiyo mintaqasini bilishmaydi va Venesuelada qilgan ishlarini bu yerda ham takrorlashimiz mumkin deb o'ylashgan, deb ma'lum qildi u. Eronning hududiy yaxlitligini hurmat qilinishi kerak, dedi Xitoy tashqi ishlar vaziri. Eronning hududiy yaxlitligi va xavfsizligiga hamda Fors ko'rfazi mintaqasidagi davlatlarning mustaqilligini hurmat qilinishi kerak, degan Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi.